Assalomu alaykum. Bu o'zbek tilida gapirayotgan 1-aprel'dagi kundaligim va men buni hozir otamning karavotida yotib gapiryapman. Buni buni hammasi minimarketda ishlaganimda hammasi yozib ChatGPT ilovasida grammatika va so'zlar to'g'rini tekshirib bu gapiraman. Men bugun ham ertalab soat 8gacha ishladim va uyga qaytdim. Tunda odatda boshqa odamlarga qaraganda ertaroq ertalab soat 4:30da minimarketda ishlayotib nonushta qilaman. Lekin bugun tunda minimarketda ko'p ishlaganim uchun soat 7gacha nonushta qilmadim. Kecha men YouTube'da videoda aytganimdek bugun 1-aprel bugun oy almashadigan martdan aprelga oy almashadigan kun edi. Shuning uchun hamma aksiya stikerlarini mart oyidagidan aprel oyidagiga almashtirishim kerak edi. Ularni hammasi bu ishlarni tugatib minimarketni tozalaganimdan keyin soat 7da nonushta qila oldim. Nonushtada minimarketda men ishlaydigan minimarketda sotiladigan dog'uri degan koreys ramenini yedim. Bu boshqa ramenlarga qaraganda uncha achchiq emas va qalin bilan pishiriladigan mazali ramen. Bu ham boshqa mamlakatdagi odamlari buni achchiqligini o'ylashi mumkin, achchiq deb o'ylashi mumkin. Lekin menga bu uncha achchiq emas ekan. Ramenni yeb yana ko'p ishlagach soat 7dan 55 minut o'tganda keyingi navbatchi keldi. U bilan muammolar va bajarilishi kerak bo'lgan ishlar haqida gaplashib seyfdagi pul miqdorini tekshirib ishni tugatdim va avtobusda piyoda yo'q avtobusda uyga qaytdim. Uyga qaytgach odatda tush qabul qilib tish tozalab tushlikni qilaman. Lekin bugun soat 7da odatdagidan kechroq nonushta qilganim uchun tushlik qilmadim va soat 10da uxlab qoldim. Budilnikni soat 5ga qo'ygan edim. Men budilnikni soat 5ga qo'ygan edim. Lekin u jiringlashdan oldin soat 4:30da, kechqurun soat 4:30da o'zim uyg'onib ketdim. Uyg'ongach ovqat buyurtma qilinadigan ilovadan poke degan Hawaii milliy taomini buyurtma qilib yedim. Men kecha va bugun 2 kun pokeni yedim. Lekin bugun yegan pokem kechagi pokedan bir xil emas edi, farq qilar edi. Kecha yegan poke bu ko'p sabzavot va makaron bilan tayyorlangan bo'lsa, bugungi poke bu makaron yo'q, kartoshka bilan tayyorlangan edi. Pokeni yeb bo'lib karavotda yotib hozir
hozir yotayotgan karavotda yotib kecha yozgan kundaligimni videoga olib YouTube'ga yukladim. Hozir men kechadan hozirgacha o'zbek tilini o'rganayotganda ChatGPT degan AI ilovasini foydalanyapman. Bu juda qulay. Men bir oy davomida har kuni o'zbek tilida kundalik yozib, uni videoga olib o'rganmoqdaman. Lekin faqat video olsam, qaysi joylari noto'g'ri yoki va qaysi so'zlari yaxshiroq bo'lishini bilmayman. Lekin bu ilova bilan o'rgansam, to'g'ri grammatika va yaxshi so'zlarini bilib olaman. Men karavotda 1 soat davomida ChatGPT bilan o'zbek tili o'rganganimdan keyin yana 2 soat uxladim va soat 8:30da uyg'ondim. Uyg'ongach dush qabul qilib, uydan chiqdim. Men bugun kechkida minimarketga ishlaganimda piyoda yurdim. Bugun minimarketda ish biroz kam edi. Shuning uchun ChatGPT bilan ko'proq odatdagidan ko'proq o'zbek tili o'rganishim mumkin bo'ldi. Bugun ChatGPTda o'zbek tilidagi kundaligimni, bu hozir gapirayotgan kundaligimni yozib, uni Kirillga ham o'girdim. Kirill yozuvi bu men uncha yaxshi bilmayman. Lekin bugun bu haqida ChatGPT bilan o'rganishni boshladim. Rahmat.